xabarlar. Assalomu alaykum, studiyada Jasurjon Devxonov. O'zbek gidroenergiya aksiyadorligi jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari, yangi gidroenergetika obyektlarini barpo etish hamda mavjud quvvatlarni modernizatsiya qilish orqali sohada sezilarli natijalarga erishilmoqda. Joriy yilda jamiyat tomonidan umumiy quvvati 152 megawatt bo'lgan 15 ta yangi ishlab chiqarish quvvatlarining ishga tushirilishi va 276 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi ko'zda tutilgan. Yana bir muhim yo'nalish gidroenergetika sohasida mahalliylashtirish darajasini oshirishdir. Shu maqsadda Bo'stonliq tumanida gidroagregatlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan O'z Gidropower qo'shma korxonasi ishga tushirildi. Bu haqda jamiyati boshqaruvi raisining birinchi o'rinbosari Azimjon Ahmadjonov shunday deydi. Bu 20 ta loyiha umumiy qiymati 5,5 milliard dollar, jami quvvati 312 gigawatt va yillik ishlab chiqarish hajmi 7,6 milliard kilovatsoat tashkil qiladi. Endi savol tug'iladi, bu savol bo'lish tabiiy. Xo'p, shuncha loyiha qilarkansizlar, bundan qanaqa naf bo'ladi degan savol bor. Albatta, har bitta loyiha avvalambor xalq farovonligini ta'minlash, aholi va korxona ehtiyojini qoplash uchun amalga oshiriladi. Bu tomondan olib qaraydigan bo'lsak, bu loyihalarimiz 2,5 million xonadonni elektr energiyasini ta'minlash, unda 1 milliard kub metr gazni tejash va atrof muhitga 3 million tonna zararli tashlama, ya'ni biz karbonat angidrid deymiz, ya'ni is gazini chiqarishni kamaytiradi. Siz xabarlar dasturini tingladingiz.